Prezidentimiz tomonidan yaratilgan shunaqa shart-sharoitlardan mamnunmiz. Men Haydarxon Gumshoy, hozirda Andijon davlat chet tillar instituti xorijiy til va adabiyoti yo'nalishida 1-bosqich talabasiman. Kreditda kelajakka tadbirkorlik yo'nalishi orqali olganman. 770 million. Bu yerda asosan parko'rpa, yostiq ishlab chiqardik. Olingan kredit evaziga hozirda yana 4 ta yangi ishchi o'rni yaratdik. Kelajakda bu sohani yanada kengaytirish va yanada ko'p ishchi o'rnlarini yaratish rejalarimiz bor va bu asta-sekin amalga oshirilmoqda. Hozir bitta stanoyda 100 ta, 120 taga dovur ko'rpa chiqarardik. Hozirda biz 250 tadan to 300 ga dovur ko'rpa chiqaramiz. Oyliklarimiz har hafta olamiz. Buni orqasidan mana o'g'illarimiz o'qiyapmiz. Hamma yo'g'imiz bo'lyapti mana. Xudoga shukr, xursandmiz. Prezidentimiz tomonidan yaratilgan shunaqa shart-sharoitlardan mamnunmiz va kelajakda bundan ham katta ishlarni olib boramiz. Andijon Milliy bank tomonidan ajratilgan imtiyozli kredit mablag'iga o'z xonadonimizda ushbu loyihani amalga oshirdik va bu uchun bankka alohida rahmat aytib qolaman.